qaysi ishga kirisha olmayapsiz yoki qaysi ishni tasha olmayapsiz. Bittasini foyda ekanligida ishonchingiz nuqsonlik, ikkinchisini zarar ekanligida ishonchingiz nuqsonlik. Agar mustahkam e'tiqod, mustahkam ishonch egasi bo'lganingizda, boyaga birinchi ishni qilib, ikkinchisini tashagan bo'lardingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga kelsalar, Abu Umoma Bohiliy roziyallohu anhu masjidda namozdan tashqari vaqtda ko'p o'tirayotganligini ko'rib qoldilarda, "Ey Abu Umoma, nimaga bunaqa o'tiribsiz?" Ya'ni bir qayg'uga tushib qolgan, boshini egib, siqilib o'tiribdi. "Ya Rasululloh, qarzlarim ko'p, uzolmayapman. G'amlarim ko'p" dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Ey Abu Umoma, sizga shunday kalimalarni o'rgataymi? Agar ularni aytsangiz, g'amlaringiz ham ketadi, qarzlaringiz ham uziladi. O'rgating ya Rasululloh." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan" duosini aytdilar. Haligi sahoba aytadiki, ana shu duoni bir muddat o'qidim, g'amlarim ham, qarzlarim ham ketdi. Payg'ambarning so'ziga ishonchi komil bo'lgan, yaqini mustahkam bo'lgan mu'min darrov haligi kalimani aytishni boshlaydi. Endi ishonchi zaif bo'lgan odamchi, qanday endi? O'sha duoni aytib qo'ysamda endi hal bo'lib qoladi. Bu aqlga sig'maydi. Endi seniki ijobat ham bo'lmaydi duoing, muammoing ham hal bo'lmaydi, qarzing ham uzilmaydi. Chunki nima yo'q senda? Ishonch yo'q. Tushunyapsizlarmi endi akalar, ukalar?